هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 30. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de billahi Mümin erlegi eytqin ki namahremlerge tikilip qarmasın. Avretlerini zinadan saqlasın. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Namahremlarga qarmaslik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mu'minlarni namahremlarga qaramay, balki Allah Taala qarashni halol qilib bergan ayollarga qarashni buyurdi. Agar ko'z namahramga maqsadsiz tashlanib qolgan bo'lsa, ko'zni darhol uningdan ilib ketish lozimdir. Bu vaqtda Imom Muslim Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomdan tuyuqsiz qarab qilish to'g'risida so'ragan edim. Peygamber aleyhisselam beni derhal gözümünü elip geçişki buyurdu. İmam Bukhari Ebu Sa'id Hudri'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam sizle yollarda olturuştan saklanыңlar dedi sahabiler. Ey Allah'ın peygamberi, biz paranlaşışımız için yolda olturmasak bulmaydı dedi. Peygamber aleyhisselam, eğer sizler olturmaslıkka unutmasanlar, yolun hakkını ada kılıp olturunlar dedi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, yolun hakkı neyme dedi. Peygamber aleyhisselam, yolun hakkı közünü namahremden yığış, eziyet vermeslik, salamını qaytırış, yaxşılık buyuruş ve yamanlıktan tozuş qatarlıq işlerdir dedi. Subhanallah. Ebu Qasim Bagavi Ebu Umama'nın mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Peygamber aleyhisselamning sizlar menga yolg'on so'zlamaslik, omonatga xiyonat qilmaslik, va'daga xiloflik qilmaslik, ko'zlaringlarni namahramdan yig'ish, qo'llaringlarni aziyat yetkazishdan yig'ish va avratlaringlarni saqlashdan iborat 6 ishni qilishga kepil bo'linglar. Men sizlarning jannatga kirishinglarga kepil bo'lay deganligini anglagan edim. Namahremga qarash bo'lsa, dilning buzilishini keltirib chiqardi. Allah Taala avratlarning zina qilishiga turtki bo'ladigan namahremlarga qarashdan ko'zlarni saqlashga buyurgandek, avratlarni saqlashga buyurib mundaq dedi. Mu'min erlarga aytqinki, namahremlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinadan saqlasın. Avratlarni saqlash deganlik uni zinadan saqlash va boshqalarning uningga qarishidan saqlash deganlikdir. Avratlarni zinadan saqlash to'g'risida Alloh taolo mundaq dedi. Ular avratlarini haromdan saqlag'uvchilardir. Avratlarga qarashdan saqlash to'g'risida Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar mundaq hadis rivoyat qildi. Sen avratingni ayolın ve yoki cho'rangdan boshqalarning qarab qilishidan saqlag'in. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Ya'ni mundaq qilish ularning dillarini poklaydi, dinlarini soplashtirdi. Bu vaqtda mundaq hikmatli so'z bor. Kimiki ko'zini namahramdan saqlasa, Alloh taolo uning diliga bir nurni soladi.
La ilahe illalloh. Allah hakikaten ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turdi. Sura G'ofir 19-oyat. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam balasiga uning zinodan bo'lgan nasibasi putilgan bo'lsa, uni qilmaslikqa chorasi bo'lmaydi. Agar ko'zning zinosi qarashdir, ikki ko'zning zinosi qarashdir. Tilning zinosi zinoga oid so'zlarni qilishdir. İki quloqning zinosi zinoga oid so'zlarni anglashdir. İki qo'lning zinosi tutishdir. İki putning zinosi zinoga mengishdir. Ko'ngil zinoni arzu qiladi va xohlaydi. Jinsiy a'zo bu xohishni vujudga chiqaradi yoki inkor qiladi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Ko'plagan salaf olimlari kishilarni tek sakal burutlari chiqmagan kichik o'g'il bolalarga yomon niyat bilan qarashni to'saydi. Kishilarni tek sakal burutlari chiqmagan kichik o'g'il bolalarga yomon niyat bilan qarashni to'satdi. La ilaha illalloh. İbn Abu Dünya Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Namahramlarga qarashdan saqlangan, Alloh taolaning yo'lida uxlamagan va Alloh taoladan qo'rqib, chivinning beshchilik cho'ngliqda yosh tomchi oqqizgan ko'zlardan boshqa hamma ko'zlar qiyomat kuni yig'ilg'uchidir. La ilaha illalloh. Namahramlarga qarashdan saqlangan, Alloh taolaning yo'lida uxlamagan va Alloh taoladan qo'rqib, chivinning beshchilik cho'ngliqda yosh tomchisi oqqizgan ko'zlardan boshqa hamma ko'zlar qiyomat kuni yig'ilg'uchidir. La havla va la quvvata illa billah. Mu'minlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin. Taşqı zinnetlerinden başka zinnetlerini aşkarlamasın. Leçekleri bilen kökreklerini yapsın. Taşqı zinnetlerinden başka zinnetlerini erlerden, atıllardan ya kıyın atıllardan ya oğullardan ya erlerinin oğullardan ya öz qerindişlerden ya ki qerindaşlarının oğullardan ya hemşirelerinin oğullardan ya dindaş ayallardan ya qo'l ostidagi cho'rilardan ya xotinlarga ehtiyoji bo'lgan xizmatchilar, ya'ni qeri, deldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Ayollarning o'rinishi to'g'risida. Alloh taolo mu'min ayollarning erlari bo'lgan mu'minlarga u ayollarni yaxshi saqlab berish va ularni islom kelishdan burunqi zamonlarning ayollarini va mushrik ayollarning sifatlaridan ayirib turish uchun mu'min ayollarni yuqorqi hukmlarga buyurdi. Bu oyatning sababi to'g'risida Muqotil ibn Hayyan Ansorilik Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Asma binti Murshida Harisa cemaatideki mahallesinde bo'lgan Harisa cemaatideki mahallesida bo'lgan edi.
Onun qishiga ayollar ishdan kelmaganlikdan pachoqlariga sağan halqalar ko'rinib turadigan ko'ksi va bosh taraflari ochiq holatda kirishga boshlaydi. Asma bu nima degan satchilik dedi. Shuning bilan Alloh taolo mu'minlarga aytganki, namahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lecheklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlaridan, otillaridan ya qiyin otillaridan ya o'g'illaridan ya erlarining o'g'illaridan ya o'z qarindoshlaridan ya qarindoshlarining o'g'illaridan ya hamshiralarining o'g'illaridan ya dindosh ayollardan ya qo'l ostidagi cho'rlardan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri deldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'at yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar degan oyatni tushirdi. Alloh taolaning mu'minlarga aytganki, namahramlarga tikilib qaramasin degan oyati ayollarni o'zlarining erlaridan boshqa birisiga qarashdan to'sgan oyatlarning biridir. Ba'zi olimlar yomon g'araz bo'lmasa ayollarning boshqa erlarga qarashi durust dedi. Bularning pakiti Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisdir. Payg'ambar alayhisalom Hayit kuni masjidda neyzlar bilan o'yin o'ynayotgan habishlarning o'yinini ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anhani ularning ko'rib qilishidan to'sib turadi. Umu Payg'ambar alayhisalomning oqsi turib, qangacha ularga qarab, ularning o'yinlarini ko'rdi. Avratlarini yopsin. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi avratlarini zina qilishidan saqlasin deganlikdir dedi. Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida avratlarini boshqa birisining ko'rib qilishidan saqlasin deganlikdir dedi. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin, ya'ni yo'gash mumkin bo'lmaydigan zinnatlardan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Ibn Mas'ud yo'gash mumkin bo'lmaydigan zinnat bo'lsa, ko'ynaklariga o'xshagan kiyimlardir dedi. Masalan, palto va palto shakldagi qalin kiyimlarni kiygan bo'lsa-mu, uning ostidan ichiga kiygan ko'ynaki va shuningdek kiyimlari ko'rinib qolgan bo'lsa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Lecheklari bilan ko'kraklarini yopsin. Ya'ni ular islom kelishdan burungi zamonning ayollariga o'xshab qolmasligi uchun ko'kraklarini va bo'yinlarini lecheklari bilan yopsin. Chunki islom kelishdan burungi zamonning ayollari unda qilmaydi. Ular erlarning oldidan ko'kraklari uchiq o'taveradi. Hatto ba'zilarining bo'yinlari, sochlarining uchi va munchoqlari ko'rinib turgan holatda mangadi. Shuning bilan Alloh taolo mu'min ayollarni mu'minlik qiyofatida o'rnishiga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanja bilan badanini o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayollar ekanligi eng o'ng'ay toniladi da boshqalar ularga chiqilmaydi. Bu haqda Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr ko'kraklari va bo'yinlarini ko'rinib qolmaslik uchun lechaklari bilan yopsin dedi.
İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo dastlab hijrat qilib kelgan ayollarga rahmat qilsin. Alloh taolo lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin degan oyatini tushirishi bilan u ayollar etaklarini yirtib lechak qilib o'randi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Buxoriy Safiya binti Şibadan Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin degan oyatini tushirishi bilan ayollar etaklarining uzun yerlarini yirtib lechak qilib o'randi. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlerden, atıllardan, ya qiyin atıllardan, ya oğullardan, ya erlerinin oğullardan, ya öz qerindaşlardan, ya qerindaşlarının oğullardan, başka, ya hemşirelerinin oğullardan, başka kişilerge körsetmesin. Yani bula şu ayal bilen ilip tegişiş haram kılınıp ketken kişilerdir. Şuna ayal bek aşurup etmey, özünün çeçi boyunlarıdek zinnetlerini ulanın aldığı açsı buludu. Bu ayet doğrusunda İbn Munzir Ekrime'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Allah Teala bu kişilerin içinde dadı tarafdaki ve ana tarafdaki tağılarını bula ayal bilen toy qılalmaydigan kişiler bolsumu bayan qilmadi. Çünkü ular özlerinin oğullarına ayollarning zinnatlarini süpetlep berdi. Ular özlerinin oğullarına ayollarning zinnatlarini süpetlep berdi. Şuna ayol özünün zinnetlik yerlerini tağıllarının aldığı açmaslık lazımdır. Ama ayol erinin qishida başka kişi bulmagan şaraitda özünün çıraylık yerlerini körsetse boludu. Çünkü ayolning barlığı onun eriga mensuptur. Ya dindaş ayollardan başka kişilerge körsetmesin. Yani ayollar zinnetlik yerlerini Müslüman ayollarının qishida açsa boludu. Kafir ayollarning Müslüman ayollarning çıraylık yerlerini erleriga süpetlep bermesligi uchun Müslüman ayollar kafir ayollarning qishida zinnetli yerlerini içişki bo'lmaydi. Erleriga başka ayollarning zinnetlerini süpetlep berish Müslüman ayollarda tepilsimu, lekin bu iş kafir ayollarda bek ig'irdir. Hem de kafir ayollarning oldida ularni şu işten yandırdıgan çeklimi yok. Ama Müslüman ayol bolsa başka ayollarning zinnetlik yerlerini erlerge süpetlep berişinin haramlıkını bilidi de bu işini qilmaydi. Bu vaqtda İmam Buxoriy ve Müslim İbn Mas'ud'dan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir ayol yana bir ayolga yalang'ochlanib bermasin. Unda qilsa ikkinchi ayol eriga u ayolni süpetlep berdi. Şunun bilen u ayolni ko'rgandek bo'ladi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya qo'l ostidagi cho'rlardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni Ibn Jarir agar u cho'rlar mushriklarning ayollaridan bo'lsa-mu, uningga zinnatli yerlarini ko'rsatsa bo'ladi. U mushrik ayol bo'lsa-mu, cho'ri bo'lganligi uchunla uningga zinnatli yerlarini ko'rsatishga bo'ladi dedi. Said ibn Musayyabmu bu qarashga keldi. Ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlar din boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni bular jinsiy shahvati yo'q, nimkor ve xizmatchilarga o'xshash kishilardir. Onun ustiga bularning aqli o'shi joyida emas kishilardir. Ularda ayollarni o'ylash va ularni seg'inish deydigan hissiyat yo'qdir.
ibn Abbas radıyallohu anhuma ular jinsiy shahvati yo'q daldushlardir dedi. Akrima bular erlikki kerakki kelmaydigan xo'sh jinslik odamlardir dedi. Bu haqda ko'plagan salaf olimlarimi Akrimaga o'xshash dedi. İmam Müslim, Ahmad, Abu Davud ve Nasai qatorliqlar Aisha radıyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xo'sh jinslik biri bor bo'lib, u payg'ambar alayhisalomning ayollarining qishig'iga kiraveradi. Ular uni ayollarga ehtiyoji yo'q deb qaraydi. Bir kuni u bir ayolni sifatlab berib, u ayolga oldi tarafdan qarasang 4 xil, keyni tarafdan qarasang 8 xil chiqirib mangado deyotganda payg'ambar alayhisalom kirib kelib, men buni ayollarni tushunadigan deb qarayapman. Bu sizlarning qishinglarga hargiz kirmasin dedi. U Beydai degan yerda turadi. Her cuma günü tamak yiyish uchun kiradi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya ayollarning uyatliq joylarini o'qimaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni ayollarning avrat yerlarini ko'p tushunib ketmaydigan va ularning gap qilish, o'ltirib qopish va yurish turishlaridagi erkeleşlerini bilip ketmeydiğen küçük balalarının kışıda ayollar zinnetlik yerlerini açsı buludu. Ve şu balalar ayollarının kışığı kirse buludu. Ama balalar balağatki yetip kalgılı az kalgan ak karını ayrıyalıqdek ve ayollarının seti bilen özünü bilaligidek bo'lsa, bular yat ayollarning qishiq kirishki bo'lmaydi. İmam Buxoriy va Muslim mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom sizlar ayollarning qishiga kirishdan saqlaninglar dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, erning qarindishi yo'q chaqlarda uning ayolining qishiga kirsa bo'lamdi? Bularni tushuntirib qo'ygan" dedi. Peygamber aleyhisselam. Erinin qarindoshlarının kirişi yaman akıbetlerini keltirip çıkırdı dedi. Yani u yaman akıbetlerini keltirip çıkırdı. Şuna sizler onundan xuddi ölümden saqlangandek saqlaninglar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ayollar yolda manganda riayet qiladigan adablar to'g'risida. Zinnetlerini kişilerge bildiriş için ayaklarını yeg olmusun. Yani İslam keliştin burunqi davrida ayollar putlarına şirqşigan avaz çıqadigan zincirlerini taqab yollarını manganda erlerge zincirlerinin avazını anlatıp qo'yish için putlarını yeg uratdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Şuna Allah Teala mümin ayollarını undaq qilishdan to'sib mundaq dedi. Zinnetlerini kişilerge bildiriş için ayaklarını yeg olmusun. Şuningdek ayollar bileyzük ve munchaqdek ichkiri zinnetlerden birersini erlerge bildirip qo'yish için onu midiriltip avazlarını çıkarışımı ayeti to'salgan ishlarning qatoriga kirdi. Hamda ayollar uydan chiqqanda atirlarni chechib chiqishga bo'lmaydi. Bu haqda Abu İsa Tirmizi Abu Musa radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hamma ko'z zina qilg'uchidir. Ayolmu atir chechib erlarning qishidan o'tsa, u mu zina qilg'uchi hisoblandi. Bu hadisni Abu Davud ve Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Shuningdek, hamma kishilarning ko'zlariga cheliq qilib qoladiganligi uchun ayollarning yo'lning o'ttirisida mengishimi cheklangandir. Bu vaqtda Abu Davud Ansariylik Abu Asaydning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yo'lda ayollar bilan erlar
aralashib turib Men Peygamber Aleyhisselam'nın mescidinden çıkan ayollarga sizlar kechikib biroq meninglar sizlar yo'lning o'rtasida mangmay uning cheti bilan meninglar deganligini angladim. Shuningdan keyin ayollar yo'lning chetlarida tamni bo'ylab mangadigan bo'ldi. Hatto ba'zi vaqtlarda ayollar tamga bek chaplashib manganlikdan kiyimlarini tam ilib olatdi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Ya'ni sizlar buyurilgan mushu chiroyli sifatlarni va yaxshi axloqlarni o'zinglarda o'zlashtiringlar. İslam kelishdan burunqi davrdagi kishilarning nachar axloq va sifatlarini tashlanglar. Chunki barliq nijotlik Alloh taolo va uning payg'ambari buyurgan ishlarni qilish, Alloh taolo va uning payg'ambari to'sgan ishlardan yenish bilan barliq keldi. Hammamizga yordam beruvchi zot Alloh taolodir. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Nur tafsiridan 31-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.